Abduqodir Husanovning tadbirlarga chaqirilishi va uni har xil blogerlar qurshovida qolib ketishi Manchester City muxlislariga yoqmayapti. Manchester City klubi muxlislari O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini keskin tanqid qilmoqda. Ular jamoaning Instagram sahifasida o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida joylangan post ostida UFAga murojaat yozib qoldirmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Abduqodir Husanov bilan bog'liq vaziyatlarda uning xavfsizligiga e'tibor qaratmayapsiz. Shuni unutmangki, Husanovning xavfsizligiga aynan siz javobgarsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rinib turibdiki, uning atrofini ko'plab tanigan va tanimagan insonlar o'rab olgan. Bu futbolchini yaxshigina chalg'ityapti va asabiylashishiga sabab bo'lmoqda. Uning xavfsiz va nazorat ostida bo'lishini ta'minlash sizning burchingiz. Xoh O'zbekistonda bo'lsin, xoh terma jamoa bilan xorij safarlariga chiqqanida bo'lsin, uning xavfsizligiga javobgarsiz. Husanovning bo'sh vaqtini behuda narsalarga sarflamang. E'tiborni ortiqcha narsalarga chalg'itmang va futbolchilik faoliyati doimo birinchi o'rinda bo'lsin. Sizlarning bunday boshqaruvingiz va e'tiborsizligingizni shunchaki qabul qilib bo'lmaydi. Ishingizni yaxshiroq bajarishga harakat qiling deb yoziladi izohda.